Assalamualaikum qarindoshlar, qanday tinchlikmi? Hozir Toronto 2020-yili 6-ayning 16-kuni bo'ldi. Havo shunchalik issiq, chiroyli bugun. Oltin qatimqi videomda o'sha oshqozonning mustahkamligini tushuntirgandim. Oshqozon bilan qizim aytdiki ko'proq so'zlaydigandim. Shunga ikki qatim so'zladim. Yana bundan keyin yana azroq masala bo'lsa, masalan savol javoblar bo'lsa, yana so'zlayman deb o'ylayman. Hamda shu bugun shu 12 barmoq oshqozonniki keynidan keldigini shu 12 barmoq uchay to'g'risida azroq to'xtalay deb o'yladim. Bu 12 barmoqning shakli hamda ko'pincha bilamiz, shu anatomiya qiziqadiganlar degandek. Badnamning ichida alfabetonik ABC'ning C'ning shaklida keldi. Buningki uzunligi o'ttir hisob bilan 25 cm keladi ekan. Buni nima uchun 12 barmoq uchay bo'ldi deb men burun o'ylaydim, ammo bugun bunda qarab baqsam, buningki kelish manbasi latin so'zidan kelgan ekan. Ondan keyin buniki shu asosli duodenum dedi ekan, buni ham ingliz tilida. Buni ham de asosli shu qo'limizniki shu bir barmog'imizning kengligini 12 ga ko'paytgan chaqda shu niki uzunligi chiqdi ekanda. Shunlashqa 12 barmoq uchay deydi ekan hamda. Kelish manbasi ekanda bu. Böyle qiziqimiz nima uchun deyilganda deb men 12 barmog'imni o'zim hisoblab baqdim, ammo unchalik bo'lmaydi ekan. Ammo shu bir barmoqniki kengligini uzunligi emas, kengligini shu 12 ko'paytgan chaqda shu o'ttir hisob bilan shu 25 cm keldi ekan. Shunga odamga o'xshamaydi. Bu 12 barmoq deganimiz shu maresimni sizlar ko'rgandek, shu 3-chi degan belga shu 12 barmoq bo'ladi. Oshqozonniki chiqish eg'izi desak bo'ladi. 12 barmoqdan keyin kucho deb qo'yamiz yaponchada. Bo'sh uchay deymizmi? Shu 12 barmoq shu kichik uchayning boshlanishida hamda mana zag'irtiligi qanchaqda biz cho'ng uchay, kichik uchay deymiz, ammo kichik uchaymi shu 12 barmoqdan boshlandi. 12 barmoq uchay, ondan keyin shu kuchoni quruq uchay demdik, nima deymiz, men tarjima qilamiz. Undan keyin kaycho deymiz, aylanma uchay degandekchi. Buni hamda bundan keyin shu meditsinaniki bizning planimiz bor. Xudoyim buyursa shu Uyg'ur tilida bir nimalarni qildiganqa demoqchi, hamda Uyg'ur tillashtirish deymizmi bir hisobda. Biz har xil tillarda o'rganib ketdik, shunlashqa qat'iy qopmaysizlar. Demoqchi shu kichik uchayning boshlanishi 12 barmoqdan boshlandi. Undan keyin sizlar ko'rgandek shu 12 barmoqqa 12 barmoqniki shu ichki qismi mundaq bo'ldi degan tushundirishi. Andan keyin bu 12 barmoqning uchayga tutishadigan a'zolar aniki ko'rsatmasi sizlar ko'rgandek oshqozonning ostida uzun turg'ini oshqozon osti bezi. Bu oshqozon osti bezini keyin so'zlayman tafsiliy holda. Andan keyin shu 12 barmoq uchay oshqozon osti beziniki pancreas deymiz hamda inglizchada. Mushniki suyuqligi yig'ilib 12 barmoqniki kichik tushishlar tutishadigan shak tushidi. Andan keyin yana bir tushuk bo'ldi. U tushuk nima tushuk degan chaqda shu o't yo'liniki o'tni ko'pincha anglagan, ammo ayni vaqtida ishkan doktorxona ishgan chaqda o't operatsiyasini pek ko'p qilgan-tok tashqi kasalliklar bo'limida. Shunlashqa shu o'z suyuqligi jigar to'g'risida keyin qatimlar so'zlayman. Bugun shu oddiy qitlam shu 12 barmoq to'g'risida so'zlab, undan keyin oxirlashtiray deb o'yladim. Shu 12 barmoqqa yana bir tutishligini shu o't yo'li. O't yo'liniki shu suyuqligi 3dan bir qism suyuqlik jigardan ajratib chiqardi, o'z suyuqligini. O't qo'ygandan keyin 3dan 2 qismi oshqozon shu 12 barmoq qo'yildi. Qo'yilgandan keyin undan keyin bizniki hazm qilgan narsimiz suyuqlar bilan har xil ximiylik reaksiyalarni qilib pochilinib degandek undan keyin taratib undan keyin shu kichik uchaylarda hazm qilgan foydali narsalar undan keyin cho'ng uchayga berib cho'ng uchaydan taratib chiqib ketdi. Demakchi bu 12 barmoqning uchayniki shu nimasi ichida
başlap tüşçüler buldu. Bu tüşçülermi şu her xil şu ajratmalar qo'yilib turdi deganni bilib olsanglar deb o'yladim. Hamda bu suyuqlar şu 12 barmoq tushgandan keyin bu 12 barmoqniki birdan bir funksiyasi hazm qilishga yordam qilish, undan keyin hormon ajratib chiqarish degandek nimalar bo'ladi ekan. Undan keyin mo'lildash deymizmi? Mo'lildab osti tarafga qarab kichik yana bir uchaylarga taqtish degan narsalarni-ku. Shunaqa roller bor degan gap. Shuningda hamda bu 12 barmoqniki cho'ng jihatda men hozirgacha o'ylab baqsam bu 12 barmoq uchayniki yollig'i deganni anglagan hamda cho'ng masalan rak deganlarni anglab baqmabman o'ylab baqsam burunmi bir shu hazm qilishniki cho'ng tunishtirishda ma degandim kichik uchayda rak deganni men hozirgacha anglab baqmadim. Anglag'anlar bo'lishi mumkin, ammo bu meditsinada hozirgacha kichik uchayning raki deganni anglab baqmadim, ammo cho'ng uchayda rak bo'ladi. Shunga cho'ng uchayniki qismida uni so'zlayman. Kichik uchay faqatlam oldin qatim degandek shu biz yegan yemaklarni eng yaxshi narsalarni qabul qiladi badanimizga. Va qabul qilib uningdagi cho'ng uchayga o'tkazib beradi. Cho'ng uchayning roli shu faqatlam asosan suvni iste'mol qilish roli bor. Shunlashqa hozir ko'pinchalar dunyoda deymiz bir hisobda cho'qim 2 litr 3 litr suv ichish kerak deydigan gaplar bor. Ammo mening xiyolim meniki kuzatishim desam bo'ldi bir hisobda. Chiqimga qarab kirim qilish kerak deganni o'ylab bilamiz. Shunlashqa 2 litr deganimiz o'tir hisobdagi gap deb o'ylayman. Ter jiq chiqadigan odamlar, andan keyin oson ta'laydigan jismoniy harakat qilgan odamlar ter ko'p chiqib ketgandan keyin cho'qib to'liqlash kerak. Ammo ter ko'p chiqmaydigan semizarak odamlar meningcha suvni ko'p ichgan sari yana badan suv ishig'i bo'lib ketadi. Andan keyin tag'indan samirdi degan gap. Shunlashqa shu men atrofimdagi do'stlarga deyman, badanimizda ham o'qimiz 70% atrofida suv bo'ladi. Qolgan odatdagi moddalar a'zolar degandek. Shunlashqa shu suvga kelgan chaqda diqqat qilsanglar, ba'zida suvni ko'p ichib o'tib, suda zaharlanish ahvollari bo'ladi. Albatta buni kichik yosh vaqtlarda biz bir uyullabotdi, qart o'ynab o'ynagandan keyin jazolash, suv ichib jazolab qildigan o'yinlar bor. Shuningdek hamda ko'pinchalar mendagi yoshdagilar balkim shunaqa tajribasi bo'lishi mumkin. Ko'p suvni ko'p ichib olsak, haqiqatan ko'ngil elishib ketadi odamniki. Shunlashqa bak jiq ichmaslikni talab qilma demoqchi birdan-bir. Cho'qim 2 litr ichishimiz kerak ekan, 4 litr ichishimiz kerak ekan deb tag'imda samir olganlar ko'pkan. Shunlashqa badanimizdan chiqqan, masalan cho'ng tarat, kichik tarat demak ko'pib ketsa-mu, undan keyin to'liqlash kerak. Agar kichik tarat oz, cho'ng tarat oz bunday bo'lsa, chiqim oz bo'lsa, yana ustiga suv ichib qilsak, samirib ketamiz degan gap. Hamda bu 12 barmoq uchayni hamda buguncha hozircha mushchilik so'zlay. Hamda boshqa yana savollar bo'lsa, so'rasanglar bo'ldi. Men hamda hozircha menga tushgan savollarga javoblarni berib kelyapman. Shu oshqozon to'g'risida qapmaysizlar, yo'lniki ovozlari, mashinalarning ovozlarini kuzatdim. Qachon cho'ng chiqyotdi, motorlarning ovozi. Shu hamda savollarni so'rayotgan qarindoshlar ko'p rahmat. Shu orqali men jiq narsani o'rganyapman. Bo'lib shu kikir kenishni ko'proq so'radi. Undan keyin me'da ichish deganlarni. Men buni necha qatim dedim, oldin qatimladimmi qiziqsanglar ko'rib baqsanglar bo'ladi. Shu oshqozon kislotasini nihoyat kuchligini. Shunlashqa oldin qatim limonniki, olmanniki kislota moddasini qarshilikni hamini dedim. Ammo yana bir qatim deyishim, ammo limonni shu bitta iste'mol qilsanglar bak kislotalik kuchlikka. Ammo limonniki suyuqligi, limon jus deb qo'yamiz-ku. Shu suyuqlik bo'ladi ekan. Nima uchun degan chog'da suyuqlikniki ichida limonning miqdori oz bo'ladi ekanda, boshqa shikar qatorliq narsa aralashtirdi ekan. Ammo limonni bevosita qilsa haqiqatan ziyonli ekan. Andan keyin bu limonni asalga aralashtirib ichadiganlar bor ekan degandek. Ammo shunaqa qilish orqali shu kislotalik moddasini yo'qotadi ekanda bu o'ziniki. O'tiral holatga keldi ekan demakchi. Shu hamda yaxshi degan amroq narsani
voy men amraqku deb qilsam menimcha uning aks ta'siri bo'ldi. Ba'zi ta'sir qilmaydi ahvollar olib ketadi. Shunga asalni kundisi bir nima tetiydi degan gap bor-ku. Shunga o'xshash menimcha normalli 2 kunni bir, 3 kunni bir qilsak bak yaxshi deb o'ylayman. Bo'libmi shu kikirik to'g'risida bak so'radi mendan savollarni. Bu kikiriknikimi haqiqatan xatarli keldi va yomon ba'zida odamlarning oldida kikirib sasib adam xijil bo'ldi ishlar bo'ladi. Shunga bu kikirikning birdan biri nimasi shu gazniki shu oshqozon to'shib ketganda bo'ladi ekan. Uning har xil usullari bo'ldi ekan. Men oldin qatimda dedim. Shunga gazliq narsalarni ozroq yeyish, undan keyin amal bor oldirmay tomoq yeyish, ochiqlagan chog'da albatta bir qayridishimiz shunday so'rabdi oldin qatimda dedim u gapni. U nafas qisilganiga jiqqa shu oldirab balki ochiq kelgandan keyin oldirab gap qilmiz shu vaqtda gazni sirtning gazi ko'p sumragandan keyin oshqozonga yaltosh ketadi, shuni ular kikir keldi degan gap. Ularga javob berdim oldin qatim. Demakchi hamda har xil savollar tushib turadi, ko'pdan ko'p rahmat. Bundan keyin savollarni tashlab tursanglar, men bilgan doirada javob berib, bilmaganni o'zim boshqalardan so'rab, anandagi tekshirib javob berishga tirishman deb o'ylayman. Bugun yomon so'z aytdim o'qimayman. Tayyorlik asosan hamda tayyorlik qilman deyman, u bak jiddilashdi ekanman ba'zida. Shunlashqa amal bor. Men oldin qatim chiqargan videomni ro'y sog'lomlik to'g'risida chiqargan videoga shunchalik yaxshi fikrlar keldi, shunchalik erkin ozoda param qilsiz, bak yaxshi deb shunaqa dedim. Mening birdan bir maqsadim shu qattiq WhatsApp bir xil bir hisobda anglag'uchig'imi bir xil ta'sir berdi. Men qattiq bo'laysam, ammo erkin ozoda param qilishish, dars so'zlash emas, amaliy misollar so'zlash. Amaliy misollar so'zlab, ularga o'zaro o'rganish demakchi. Bu damsa hammalarniki har vaqt xayrli bo'lsin, xayr xo'sh.